Assalamu alaykum, hürmetlik radyo anlıqçılar. Vahiy penceresi programımızın 5. sanaga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Sevimli radyo anlıqçılar, biz bu programımızı hammanglarning ma'lumoti bo'lganidek har kuni mushu soatda naq maydondan tarqatib kelyapmiz. Bugungi darsimiz ham o'tgan soatlardagi darsimizda boshlagan Sura Baqarning 1-oyatidan 29-oyatigacha bo'lgan oyatlarning sharhisi haqida shuning davomini davomlashtiramiz. Bugungi kichik mavzuyimiz bo'lsa buzg'unchilar degan mavzudan boshlab darsimizni davomlashtiramiz. Yana bir qatim eslatib o'taylik. Bu kitob islom shahidi Sayyid Qutbning Fi Zilalil Qur'on soyasida nomli tafsirining yana birinchi parisini har qaysinglarning diqqatiga sunyapmiz. Bu kitobni tarjima qiluvchi Kamiljon Qashqari. Buzg'unchilar. Amdilikda so'zning yo'nalishi 3-bir firqaning tasviri tarafga yo'tkiladi. Amdilikda so'zning yo'nalishi 3-bir firqaning tasviri tarafga yo'tkiladi. Bu tasvir na birinchisiga o'xshash pok va suzuk emas. Na ikkinchisiga o'xshash aniq, qatmal, qorong'u emas bo'lib, ularni ba'zida his qilg'ili bo'lsa, ba'zida bo'lmaydi. Ular ba'zida ko'zga cheliqsa, ba'zida cheliqmaydi. Bu dal munofiqlarning tasviridir. Tuvanda yuraklarni chekadigan güzel Qur'oni Karimning bular haqida tasvirlagan güzel tilovatiga quloq solaylik. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Aldı bilen bu surenin qısqacha mazmunini diqqatingizga sunamiz. Yana shundaq ba'zi kishilar mubaraki, ular biz Allohga va oxirat kuniga iymon etdik deydi. Halbuki haqiqatda ular mu'minlar emas. Ular Allohni va mu'minlarni aldamoqchi bo'ladi. Biroq mohiyatda o'zlarini aldaydi va buni tuymaydi. Ularning dillarida kasallik bor. Allah ularning shu kasalini texamo kuchaytirib etdi. Yolg'on so'zlaganliklari uchun ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qilguvchilarimiz deydi. Bilinglarki, ular haqiqatan buzg'unchilardir. Lekin buni o'zlari tuymaydi.
ularga iman etgan kishilardek sizlarmi iman aytinglar deyilsa, biz iman etgan ahmoqlarga o'xshash iman aytamdiq deydi. Bilinglarki, haqiqatda ularning o'zlari ahmoqlardir. Lekin buni ular bilmaydi. Ular iman ahli bilan uchrashganida biz iman etdik deyishidi. Yalg'iz joyda shayotunlari bilan tepishganlarda bo'lsa, aslida biz sizlar bilan bildimiz. Biz faqat ularni masxir qilyapmiz deydi. Alloh ularni masxir qiladi. Ularning arg'amchisini qo'yib beradi. Ular azg'unliklari ichida qarg'ulardek tengirqab yurishidi. Ana shular hidoyatni berib gumrohlikni setib oldi. Bu savdo ular uchun foydali bo'lmadi. Ular hargiz to'g'ri yo'lda emas. Bu yerda tasvirlanayotgani ayni chog'dagi Madinaning amaliy vaziyati bo'lib, navoda biz zaman va makonni bir chetga qayirib qo'ygan holda qaraydigan bo'lsak, u xildagi kishilarning har bir davrda insoniyatning har bir naslida mavjud bo'lib turganligini ko'ramiz. Bundaq munofiqlar ustun martabali kishilar orasida ko'riladi. Ular haq sadoqatni to'liq qabul qilib, iymon etishga jur'at qila olmagandak, ochiq inkor qilishga mu jasorat qila olmaydi. Shu xil ahvoli bilan birlikda ular keng xalq orasida o'zining yuqori martaba salohiyatlik bo'lishini xohlaydi. O'zini umumiy xalqdan bilarman, farosatlik hisoblaydigan keladi. Shunga biz bu oyatlarni har turdagi tarixiy misollardan ozod, prinsipal oyat deb qaraymiz. Chunki u har bir davrdagi munofiqona yo'l tutgan kishilarning hammasiga mos keladi. Qisqasi, bu oyatda har bir davr insonlarning orasida mavjud bo'lgan, mavjud bo'layotgan va bo'lib turadigan bir psixologik tasvir suratlangan bo'lib, bu xil kishilar har doim Allohga va qiyomat kuniga iymon etadiganligini va islomning xizmatchisi ekanligini da'vo qilishadi. Amaliyotda ularning qalbi iymon boyligidan mahrum bo'ladi. Ular ochiq holda munofiqlik yo'lini tutadi. Qo'rqinchoq keladi. O'zining mu'minlarga bo'lgan haqiqiy ko'z qarashini oshkorlashga petinolmaydi. Bundaq kishilar har doim o'zini intayin aqlliq, siyosatvoz, muomalaga usta, har qanday chaqda sodda mu'minlarning ko'zini bo'yab keta oladigan hisoblaydi. Qur'oni Karim ularning yolg'iz mu'minlarni emas, balki Allohni ham aldamoqchi bo'ladiganligini bayon qilib, yuxadi'unalloha vallazina amanu, ular Allahni va iymon etganlarni aldamoqchi bo'ladi deydi. Bu oyatda va mushuningga o'xshagan boshqa oyatlarda intayin katta bir haqiqat o'ttirg'i chiqadi. U bo'lsa-mu Allohning ulug' fazl rahmati bilan Qur'oni Karimda bu nuqtaning ta'kidlangan holda qayta ifodalanganligi hamda dal shuningda Alloh bilan mu'minlarning orasidagi munosabatning pinhon sirlari yeshib berilganligi. Ya'ni Allohning mu'minlarning kurash maydonini o'z maydoni hisoblaydiganligi. Ularning ishlari va vaziyatlarini o'z ishi ko'radiganligi. Mu'minlarni o'zi bilan birga qilib rahmat etikiga oladiganligi. Mu'minlarning dushmanini o'ziga dushman, mu'minlarga qarshi qilingan suiqasdlarni o'ziga qarshi qilingan suiqas hisoblaydiganligidir. Mana bu Allohning ajoyib shahona mehr shafqati va ato qilgan izzat hurmati bo'lib, uning bilan mu'minning martaba darajasi o'zining eng yuksak pallasiga yetgan bo'ladi. Hamda yana Allohga iymon etishning koinotdagi eng buyuk haqiqat ekanligi. U orqali mu'min qalbidan qat'iy iroda va xotirjamlikning buloqlari etilib chiqadiganligi isbotlangan bo'ladi. Mu'min shuni ko'rib yetadiki, har qanday bir mu'minning mushkulot, qiyinchiliklarini Alloh taolo o'z qudrat alqiniga oladi. Uning ko'rishi Allohning ko'rishiga,
uning dushmani Allohning dushmaniga aylanadi. Allah Taala uni o'z sepiga qo'shib, mehri shafqatining qo'yniga oladi. Shundaq ekan, insonlarning va xasta bandalarning suiqastlari, hili nayranglari va azor kulpatlari nimaga yarasin deysiz? Bu haqiqatning yana bir yuzida mu'minlarni aldamoqchi bo'lgan, ularga qarshi suiqasd tuzishayotgan, azor kulpat yetkazayotgan munofiqlarga intayin qattiq tahdid mavjud bo'lib, ularga bu urushning yolg'iz mu'minlarga qarshi bo'lib qolmasdan, balki mohiyatda ajoyib kuch-qudratlik, qahrlik va jabrlik Allohga qarshi echilayotgan jang ekanligi. Allohning do'stlari bilan urush qilib, mohiyatda Allohga qarshi urush qilayotganligi. Dal mushundaq iflos qilmishlari tufaylidan Allohning qahri g'azabiga tegishlik bo'layotganligi aytib berilgan. Bu haqiqatning mushu har ikki yuzini astoydil o'ylanib mulohiza qilish mu'minlarning ustidagi farzdir. Bu orqali ular qat'iy iroda va xotirjamlikni hosil qilib, to'p-to'g'ri o'z manzili tarafga ilgirlaydi. Aldamchilarning hili nayranglariga, suiqaschilarning suiqastlariga, ifloslarning azor kulpatlariga pisand qilmaydi. Bu yerda yana mu'minlarning dushmanlarimi birer daqiqa to'xtab, o'zining zodi kimga qarshi urush echayotganligini, zodi qandoq zotning qahri g'azabiga tegishlik bo'layotganligini tuzuk o'ylanib qo'yishi hamda mu'minlarga azor yetkazib, qandoq xatarni o'ziga chaqirayotganligidan qo'rqib titirishi lozim. Endi biz temamizni o'z ko'nglida mu'minlarni aldamoqchi bo'layotgan, o'zini ajoyib aqlliq, muomalaga usta chog'lab, ig'izida biz Allohga va oxiratga iymon etdik deyishayotgan hiliqi munofiqlar tarafga qaytadan yo'tkaymiz. Bu yerda oyat oxirlashidan ilgarilar ularning qandoq qattiq masxaraga duch kelayotganligini alohida mulohiza qilib ko'rish lozim. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Biroq ular mohiyatda o'zlarini aldaydi va buni tuymaydi. Ya'ni shu qadar g'ofil ekanki, hatto o'zini aldayotganligini tuymaydi. Lekin Alloh uning butun qilmishlaridan xabardordir. Mu'minlar bo'lsa, bevosita Allohning muhofazati ostida bo'lib, ularni bu pastkash hili nayranglardan Alloh o'zi qo'g'dimoqda. Lekin bu galvon munofiq o'zicha oldinib yurmoqda. O'zi razil jinoyatlarga mubtalo qilmoqda. Munofiqona yo'l tutganligini manfaatlik savdo qilganlik deb tushunmoqda. To'g'ri. U buningdan xili yetarlik manfaat oldi. Mu'minlar jamiyatida kufrlikni oshkora e'lon qilishdek qiyin ahvoldan qutulib qilib, mu'minlar bilan birlikda yangi jamiyatning bir qism manfaatlariga erishdi. Vaholanki qalbida yushirayotgan kufrlik uni halokat ozgilig'i so'rab ketib bormoqda. Uning munofiqligi o'z halokatiga sabab bo'lmoqda. Shu sababdan u intayin nachar bir oqibat tarafga yurib ketayotmoqda. Bu yerda munofiqlar nima uchun undaq harakatlarni qiladi? Nima uchun munofiqlik yo'li bilan mu'minlarni aldamoqchi bo'ladi degan savol so'raladi. Bu shuning uchunki, xuddi Alloh degandek, fi qulubihim marad. Ularning dillarida kasallik bor. Fazadahumullohu marada. Alloh ularning shu kasalini texmi kuchaytirib etdi. Ularning qalbiga shu xuy chaplashgan. Iddisini ashu ofat bosgan. Mana bu ish ularni haqning to'g'ri yo'lida mang'ila qo'ymagan. Shu sababdan ular Allohning qonuni bo'yicha bu kasalining texmi ovib ketishiga haqli bo'lgan. Shunisi aniqki, kasallik boshqa kasalliklarni tug'adi. Ozg'unlik boshlanishda odatdagi bo'ladi. Ammo yo'nalishi va cheki kengaygan sari uning doirasi kengayib ketadi.
Bu Allah'ның hammali yerde o'xshash ijro qilinayotgan tabiat qonunudur. Bu qonun insonning o'y, fikr, amal qatorliq hamma ishlarida va barliq holatlarda o'xshash ijro qilindi. Munofiqlar shunga muayyan va hammaga ayon bir oqibatga qarab ketayotgan bo'ladi. U oqibat dal Allohni va mu'minlarni oldirmoqchi bo'lganlar uchunla belgilangan oqibatdir. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Yolg'on so'zlaganliklari uchun ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Bu ularning ikkinchi muhim sifati bo'lib, xususan payg'ambar alayhissalom hijrat qilib kelishdan ilgariki ular o'z qavm qabilasi ichida bosh bo'lgan katta boshlar edi. Misol uchun Abdullah ibn Ubay ibn Salulni ko'rsatishga bo'ladi. Uning xususiyati shuki, u qo'rsiqida mu'minlarga intayin qattiq g'um saqlaydi. Qandoqli fitna fasod terisa, har xil bahonalarni ko'rsatib yurib, qilmishlarining jazosini tortishdan qutulib qoladi. Va ichiga singmay ko'ranglab yuradi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Ularga yer yüzüde buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qilg'uvchilarimiz deydi. Bilinglarki, ular haqiqatan buzg'unchilardir. Lekin buni o'zlari tuymaydi. Ular yolg'onchilik va aldamchilik bilan qolmasdan, balki mu'minlarni hamoqat chig'lab, biz degan isloh qilguvchilarimiz deb da'vo qilishadi. Yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deb qilingan nasihatga qarata, biz nada buzg'unchilik qilibdik deb udul javob qaytarmasdan, aksicha g'azablangan holda asli tuzatkuchi degan mana biz deb javob qaytarishadi. İnsanlarning bu xil tipini har bir davrda ko'rib olishga bo'ladi. Ular fasod buzg'unchiliklarning eng ashaddisini barpo qilayotgan turqliq, biz jamiyatni isloh qilishni xohlaydik deb da'vo qilishadi. Oliy fazilat va yuksak qadr-qimmat qolmagan har qanday jamiyatda dal mushu xil kishilar borliqqa kelishga boshlaydi. Ular chin ixlos, ma'naviy poklikdan mahrum bo'ladi. İxlos yo'qolgan hamon insonning psixikasida buzilish borliqqa kelib, barliq oliy fazilatlar, qadrlanadigan ma'naviyatlar, yaxshi bilan yomonning qimmat o'lchami uzluksiz tugishib ketadi. Qalbida ixlos, iymon qolmagan kishilar iddia amallaridagi buzuqchilikni hargiz his qila olmaydigan bo'ladi. Ularning qalb ideyasidagi yaxshi bilan yomonning qimmat o'lchami islomning hayotlik dasturiga emas, o'zlarining nafsoniy xohishiga bo'ysungan bo'ladi. Shunga ularning bu davosiga intayin qattiq, ammo haqqoniy javob beriladi. Allah shunday deydi: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Bilinglarki, haqiqatda ular buzg'unchilardir. Lekin buni o'zlari tuymaydi. Ularning yana shundaqmi bir xususiyati borki, ular har doim mag'rurlikqa, mutakabbirlikka mubtalo bo'lgan bo'ladi. O'zlarini keng xalqdan yuqori darajalik hisoblashadi. Kishilarning qalbida martaba tiklashga tirishadi. Allah mundaq deydi: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Ularga iman etgan kishilardek sizlarmi iman aytinglar deyilsa, biz iman etgan ahmoqlarga o'xshash iman aytamdik deydi. Bilinglarki, haqiqatda ularning o'zlari ahmoqlardir. Lekin buni ular bilmaydi. Dar haqiqat Madinada munofiqlar xolis iman aytishga, o'z iymonini shaxsiy xohishlardan pok tutishga chaqirildi.
Chunki boshqa musulmonlarning hammasi o'z shaxsiyatini tashlab, islomga borlig'ini beg'ishlagan bo'lib, Allohning itoatiga bosh egib, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga nisbatan qalb derizalarini butunlay ichib etgan edi. Payg'ambar alayhissalom qandoq yo'l yuriq bersa, uningga chin ixlos bilan o'zliksiz labbayk deydi. Shunga munofiqlarga mu chaqiriq qilib, ashu mu'minlardek ixlos, qat'iy iroda bilan ochiq ko'ngil, ochiq fikrlik bo'lib iymon etishga da'vat qilinmoqda edi. Ammo shunisi haqiqatki, bu ma'nidan munofiqlar payg'ambar alayhissalomga to'liq itoat qilishga unumaydi. Ular o'zini imtiyozli kishilar sanaydi. Shunga itoat qilish va bosh egish degan biz uchun zarur narsa emas deyishadi. Dal mushu vajidan ular mu'minlar haqida ajiba biz mushu hamoqatlarga o'xshash qarig'ularcha itoat qilib yuramdiq deyishadi. Şonlaşqa Qur'oni Karimmu ularning o'ziga bo'lgan bu botil qarashlarga qat'iylik bilan qattiq raddiya berib, bilib qo'yinglarki, asli hamoqat ularning o'zi. Ammo buni bilishmaydi degan edi. Dar haqiqat hamoqatlar qandoq chog'da o'zining hamoqatligini bilib biqibdi ekan. Yoki azg'ullar o'zining to'g'ri yo'ldan azg'anligini qachon his qilib biqibdi ekan? Bunun arqadilla munofiqlarning oxirgi sifati bayon qilinib, ularning nuqul yolg'onchilik, aldamchilik, musulmonlarni kamsitish, o'chmanlik va dushmanlik qilish qatorli qilmishlarga mubtalo bo'lib qolmasdan, balki ashundoq iflos sifatlari bilan birlikda jasoratsiz, qo'rqinchoq, pastkash, suiqasdchi, makkor keladiganligini aytib beriladi. Ularning bu holi Allah'ның tövendeki sözü de nihayet roşan aks etken. وَإِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Ular iman ehli bilen uçuraşqanıda biz iman ettik deyişidu. Yalğız joyda shayotinlar bilan tepishqanlarda bo'lsa, aslida biz sizlar bilan billimiz. Biz faqat ularni masxara qilyapmiz deydi. Deb tilg'aylanadi. Ba'zi bir shundoq kishilar borki, ular bu xil pastkashlikni hikmat va kuch-quvvat hisoblaydi. Hili nayrang ularning nazarida oliy farosat ham siyosat sanaladi. Vahalanki bu uççığı çıkan beçarelerce peskashligining dal o'zidir. Küçlük ve hürmetlik her qandaq kişi bundaq nachar, iflos mijozlik bo'lmaydi. Na uning heli nayranga hojati tushmaydi. Na yolg'iz yerda g'ayvatxo'rlik qilib, tani haqoratlar bilan qo'saq ko'pikini chiqarib olishga ehtiyoji bo'lmaydi. Munofiqlar bo'lsa, musulmonlarga oshkora qarshi turishga petinolmaydi. Mu'minlar orasiga qaytilib o'zlarini mu'min ko'rsatdi. Bu orqali mu'minlar tarafidan keladigan aziyatlardan o'zini saqlab qolmoqchi hamda xotirjam holda mu'minlarga qarshi suiqasdini davomlashtirmoqchi bo'ladi. Ularning shayotinlari yahudiylardan iborat bo'lib, ular yahudilarni o'ziga tayanch va boshpanoh qilishadi. Yahudilar mu islomning sepini parchalash uchun ashundoq kishilarni qo'llanadi. Bu munofiqlar shayotinlar bilan yolg'iz joyda tepishqanlarda bo'lsa, aslida biz sizlar bilan billimiz. Biz faqat ularni masxara qilyapmiz deyishadi. Ularning ig'izida iymon, islomni da'vo qilib qo'yib, bu musulmonlar bizning zodi qandoqligimizni nima bilsin deb o'ylashlari aslida musulmonlarni masxara qilganliklari edi. Qur'oni Karim ularning bu xil makkarona so'z va amallarini so'zlab berish bilan birga tog' toshlarni qo'rqinchdan dir-dir titratgudek darajada qattiq tanqid qiladi. Allah mundaq deydi: Allohu yastahzi'u bihim va yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
Allah ularni masxara qiladi. Ularning arg'amchisini qo'yib beradi. Ular azg'unliqlari ichida qarg'ulardek tengirqab yurishidi. Osmon zaminning jabbori va qahhori bo'lgan zotning masxarasiga duchor bo'lgan kishi nima degan iflos, nima degan badbaxt. Allah arg'amchisini qo'yib berayotgan va u qarg'udek dal dugunib yurayotgan. Buningdimi bak ozg'unlik bo'larmi? Agar biror astoydil inson bu so'zlarni o'ylanib ko'radigan bo'lsa, qo'rqinchdan titrakka soladigan bu tasvir oldida so'z harakatsiz qotqon beti turib qoladi. Bu oqibatning qo'rqinchisidan qalbi dir-dir titrab, badallari shurkunib ketadi. Bu makkarlar shu peti o'z holiga qo'yib berilgan bo'lib, na ularning biror to'g'ri yo'lga yetaklaguvchisi, na biror g'oyasi, na biror to'g'ri yo'li bo'lmaydi. Ular ashundoq sargardonlik ichida Allohning qudratlik changilining shiddatlik iskanjisida bo'ladi. Xuddi chashqonga o'xshash bexudlik olamida qopqon ustida sakrab yurayotgan bo'ladi. Mana bu ularning o'z xiyolida qilishayotgan masxaralariga selishtirug'ili bo'lmaydigan eng qo'rqinchli oqibatdir. Xuddi biz ilgari ishora qilib o'tganimizdek, bu yerda kufrlik bilan islom o'ttirisidagi jangda Alloh taolaning mu'minlarga boshpanoh, yordamchi bo'ladiganligidan iborat bir haqiqat ayon qilinmoqda. Allohning bu boshpanohligi Allohning do'stlariga va itoatmand bandalariga nisbatan qalb taskinligining eng qimmatli sarmoyasi bo'lib hisoblansa, o'zining osiyligi va ozg'unligida sargardon, Alloh arg'amchimizni qo'yib beryotidi deb oldinishdi qilgan g'ofil, nafsoniyatchi, pastkash dushmanlarga nisbatan yomon oqibatning shiddatli bayoni bo'lib, uningda bular qarg'ularcha g'aflatga petib ketayotmoqda. Vaholanki bularni eng yomon oqibat kutayotmoqda deyilgan bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Vahiy penceresi programımızın 5. sani bugün muş yergacha davomlashadi. İnşallah Allah ömür berse, atiki programımızı ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum.